kechqurun rosa charchab uxlab qolmay ertalab soat 8 da turib, undan shuni turib kompaniyadan ish kelibdimikin deb, xabar kelibdimikin deb turib kompyuterimga ertalabdan qarasam, ikkita ish turgan ekan. Ajoyib yangilik. 25-40 yosh orasida ish qidirayotgan akalarimiz uchun Izmir Manisa shaharchasida hayvonchilikka, ya'ni ish bor ekan. Oylik maoshi turk lirasiga 35 ming, ya'ni dollarga esa 8 dollar ekan. Pitaniya, yotoq, hamma narsasi bu o'sha boshliqqa bog'liq ekan. Agar ishingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, boshliqqa yoqib tushadigan bo'lsa, dokumentingizni ham qilib berishar ekan. Bir kunda ya'ni o'sha hafta davomida 24 soat dam berishar ekan. Bu ishimiz erkaklar uchun. Ayollar uchun UzTurkdan yana shok xabar. 30-45 yosh orasida opaxonlarimiz uchun oylik maoshi 50 ming lira, ya'ni o'sha 1300 dollarga teng kelar ekan. Oylik ishimiz bir haftada 24 soat dam olish kuni bo'lar ekan. Va izin puli ham bor ekan. 500 lira izin puli berilar ekan. Ya'ni bir haftada o'sha pitaniya uchun, ya'ni aylanib kelish uchun 500 lira, qo'shimcha 500 lira ham berilar ekan. Yotoq, hamma narsasi bor ekan. Bu ishimiz o'sha 40 yoshdagi o'sha bir odamni, ya'ni ayol kishini qarash kerak ekan. Dokumentlarni, hamma narsasini o'sha patroni qilib berishar ekan. Agar yana batafsil ma'lumot olish istasangiz, pastdagi telefon raqamlarimizga bemalol WhatsApp orqali chiqsangiz bo'ladi. Instagram shapka profilimizda ham связаться degan anaqa bor. O'sha ustiga bosib bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va bunaqa ishlardan yana joylab turamiz. O'tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatib boring. Aytgancha, bizni kompaniya, ya'ni saytimizga obuna bo'lishni, ya'ni o'sha Instagram sahifamizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang, chunki bundan da yanada yaxshiroq chiqib qolishi mumkin.